anaqa deydi. Kasbi bor edi. Ular o'zi hamma ushlash kerak bo'lgan. Ularni shular bo'ldi. Buni ushlagan. Oziq yetmagan o'qilgan. Erkak gul ekan. Ha? Yo'q, erkak gulimizchi tegidan anaqasini qoldirmasdan to'kiladi. Vafos. Bu ushlagan bular. Hammasi meva bo'lgan bular. Anaqasi to'kib o'rgan ekan, mevasini Mana to'kib mana mana. Men nima uchun lupada qaradim buni? Tegi butun. Mana chirish yo'q. Hech narsa yo'q. Lekin bu yon tashlagan. Oziqa yetib kelmayapti. Mana menga yetib kelgan ekan, ana semirib turibdi. Bu qanaqadir stress ta'siri bo'lishi ham mumkinmi? Issiqdimi? Mana sizga mana qarang. Mana men buni ko'rib olyapman. Mana bu gulni ko'rdingizmi? Mana. Ko'rdingizmi? Mana urg'otsa ona changlanib bo'libdi o'sha. Mana bu to'kiladi bu. Aniq. Bu meva bermaydi. Nimasini to'kmasdan tagi bilan birga to'kiladi. Ha, chigi bilan to'kilib ketadi mana mana. Bargan to'kiladi. Mana bunisi bilan chigini qovyaptimi? Mana. Bu yerda mevachi bo'lgan. Siznikimi? Mevachi bo'lgan. Ha.